Hormanglar, YouTube ahli, yaxshimisizlar, tanijoninglar sog'mi? Uyg'oq bo'lsanglar, reaksiya qoldirib ketinglar. Xullas, sizlarga bitta narsa aytmasam bo'lmaydi. Oqibat to'g'risida ozgina. Boya soat 1:30da bir joydan o'tib ketyapman. Odamim yo'q, ko'chadan ishlayotgandim, Yandex ishlamayotgandim. Xullas, bitta ayol kalaskada bolasi bilan yana bir 8-9 yoshli o'g'ilchasi xullas turishibdi. To'xtadimda, taksi kerak emasmi singlim desam, keyin yig'lab turgan ekan, o'tqizdim. Uyga ketyapmiz. Oka deydi, nima bo'ldi, ne yig'layapsam, oka erimni qamab qo'yishyapti dedi. Nima aytsam, pullik yo'q ekan, ozgina ishlamay uyda o'tirib qolgan ekan. Bolalari shashlayman degan ekan. O'shanga kafega olib kiribdi-da, nagli o'g'li yig'laganiga chidolmay o'tkazib hamma narsa yeb, ichib, boshqa qilib, hozir ana pul tushadi, mana pul tushadi deb aldab, xullas xotin bola chaqasi sizlar ketib turinglar deb o'zi smel uchastko'ylar bilan ro'yda ketdi. Buni sababi ukasi oilasi bilan bir kun oldin uyida shashlik olib kelib yeganda hatto bir dona jiyaniga bermagan ekan. Mana shuni orqasida akasini qotgan anaqasi. Endi bu gapim bilan nima demoqchiman? Iltimos, aka-ukalar, opa-singillar, bir-biringizga oqibatliroq bo'linglar. Bir-biringizga mehribonroq bo'linglar. Ertaga o'lib qolsanglar, Xudo ko'rsatmasin, kasal bo'lsanglar, boshqa bo'lsanglar, tepelarda u 10 yoshli, 5 yoshli bolacha emas, shu radnoy bitta qorindan talashib tushgan anaqalar turib beradi. Oqibatni yo'qotmanglar, sog' bo'linglar. Cho'zilib ketdi cho'ta.